Assalomu alaykum qadrdonlar. Fingo 508 gibrid mashinani olib qo'yganmiz. Xudo xolisa unga 5 kodda sintetika olib qo'yamiz. Hop mana moy quyadigan joy bu yerda bo'ladi. Hozir havo urib moylarni chiqaramiz. Ana shuncha narsani yechib qo'yganmiz. Xitoy mashinasi shunaqada. Bu mashinaga Xudo xolisa enok moydan 5 kod tuz qo'yamiz. Sintetiskiy moy. SP klasslari zo'r, Xudo xolisa. Dubai 2 zo'r moy, mana filtrlari. Yaxshi filtrdan qo'yamiz, Xudo xolisa. Bu mashinaga 3,5 litr ketadi. Gibridga.